Go'shtimizni suxoy fermentatsiya 28 kundan 30 kunda tayyor bo'ladi. Bu go'shtimiz ribay. Bu go'shtimiz vlajniy fermentatsiya 10 kun 15 kunda tayyor bo'ladi. Bu go'shtimizga mana 10 kun bo'ldi, yana ozgina bor tayyor bo'lishiga. Buni tanlashda nimaga e'tibor berish kerak? Bu vlajniy fermentatsiyadagi go'shtlarni asosan go'shtning plotnosti, qalinligi, yog'lari va o'zini rangi ro'ziy bo'lishi kerak. Va qaraganingizda ustida yog'i bo'ladi buni. O'sha yog'lari ham chiroyli bo'lishi kerak, tibonnikiga o'xshab oq bo'lishi kerak. Bunda yechilib ularni qiymalarga ishlatamiz. Asosan eng anaqasi mana bu yerda chizig'i bor mana. Uzilgan bo'lishi kerak emas bu ham. Ko'rasizlar mana, bu yoqdan ham uzilmagan, bu yoqdan ham uzilmagan. Asosan shunga e'tibor berish kerak. Uzilib ketsa ribay chiqmay qoladi. Hozir mana pishgan o'sha tayyor bo'lgan mahsulotimiz mana. Xuddi shu ribay sherigi 15 kun fermentatsiyada tayyor bo'ldi bu. Mana ko'rishingiz mumkin.